qizlar, shunaqa ham asal go'zal Yerevan brilliant komplektim kelgan. Mana qaranglar. Bunaqa chiroyli. Go'zal. Mana o'ziga ham shunaqa chiroyli, go'zal. Mana Yerevan brilliantimiz. Ular kamdan kam keladigan modellar, mana bosma pechatda. Mana juda ham chiroyli, go'zal narsa qizlar. Ulgigan, ulgib qoldi. Go'zalligimizga bir dona xolos. Mana safarga areshkaga ulgimay qolganlar uchun bu safar yana bitta eski qadimgi areshkamizdan kelgan qizlar. 750 probada Bakinskiy brilliant. Glaska brilliantimizni Yerevanidan kelgan qizlar. Lekin bu grammi ko'pidan. Mana bosma pechatlarda bilinyaptimi yo'qmi bilmayman. Uziylari ham qalin, baquvvat. Mana juda ham chiroyli, go'zal. Sam nejniy chiroyli sarpobob komplektimiz bor. 585 probada brilliant ko'z. Mana juda chiroyli qizlar. 583 probada shu chiripashka bo'ynimiz ham bor. Xohlovchilarga bu ham dudli bo'lmaydi, litoy. Zmeyka so'raganlar. Именно shu kuloni bilan so'raganlar. Mana keldi, topib tutib keldim sizlarga. Bu zmeykamiz 7 na atrofida, kuloni bilan 1 grammini yozib qo'yaman. Zmeyka xohlaganlarga. Juda chiroyli, tekis, go'zal mana. Bu ham litoy qizlar, dudli emas bu ham. Rakanoshka eski qadimgi Yerevanidan ham bor qizlar. Rakon muzigimiz ham bor qizlar. Ko'rkam bo'yin xohlaganlarga ko'rkam tsochkamiz ham bor. Razmerda 750 probada Bakinskiy vasmyorka uzugimiz bor. Juda ham chiroyli, qalin, mustahkam, eski ishlardan. Qizlar, eski qadimgi sultanka so'raganlar, ikkita bor. Eski qadimgi sultanka brasletimdan. Xudo xolasa shanba kuni magazinda bo'lamiz, ertaga dam olamiz. Shanba kuni kelib olib ketsanglar bo'ladi. Eskisini kutayotganlar. Bu uzugimiz ham 750 probada Bakinskiy brilliant. Eski ishlardan bular. Mana bosma pechatli. Juda ham chiroyli, go'zal narsa. Toshlari ham yonib turibdi. Have you ever wondered where all the grinded gold dust goes to? You might think the workers gives it back to the owner, but that would be completely wrong. You may have seen gold experts grinding on a piece to make their customers request, and sometimes they grind it so much they be left with amount that even feels like a scam. But in most gold holders community, that grinded gold left for the worker as a tip for his work, and he also can't take the gold until the end of the year so that he can get one big piece after melting it, and in some good years he can get up to $150,000 from it. Most people calls it waste, but they calls it profit. So if you think their work worth it, like the video. Göz uzish so'raganlar, grammi ozroq bo'lsin, o'zi ko'rkamroq bo'lsin deganlar uchun. 750 Ko'rkam obruchalka so'raganlar uchun ko'rkam obruchalka. Siramiz ham bor qizlar, ko'rkam, go'zal, arzon narxlarda. Maza qilib olinglar. Yerevan brasletlarimizdan bor qizlar. O'rtacha taqim, yo'g'onroq taqim, qo'limga qadolmadim. 583 bular litoy, dudli emas. Yerevan brasletlarimizdan bor qizlar. O'rtacha taqim, yo'g'onroq taqim, qo'limga qadolmadim. 583 bular litoy, dudli emas. So'rayotgan qizlar, hozirda qo'limda 34lik qani moqirli katta taqim tamanno, 35 grammlik kichkina o'rtacha taqim tamanno,
50 grammlik o'rtacha taqim tamanno, 60 grammlik katta taqim, tamanno deganim qaranglar, olma. Bular 580 eski ishlar 60 gram. Keyin Mosetki eski SSR'imiz bor. Bu necha gram ekan? Hozir tortamiz. Bu 38 u 79 gram ekan mana. Setka eski bilak uzugimiz. Shu bilaklar bor, bilak so'rayotgan opalar. Kardinalimiz ham qizlar 9 da atrofidagi. Bu faqat bundan oldingisi 55 lik edi. Bu 60 cm. Buni bo'yiga ketib qolgani uchun narigindan ozgina bo'yiga ketgani hisobiga vidi nariginga nisbatan ozgina kichikroq. Mana. Lekin uzun xohlaganlar uchun zo'r variant.